Iftorlik uchun shohona taom. Ham shohona ko'rinadi, ham kam xarj, uyda bor masalliqlardan tayyorlanadi. Bitta like bosing va albatta tayyorlab ko'ring. Tovuqni xohlagan qismini olamiz va marinovka qilishni boshlaymiz. Kerakli pripravalarni solib, yaxshilab mayonez bilan aralashtiramiz. Hamma masalliqlarni video tagida yozib qoldiraman. Ustini strechilab 2 soat xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Yoniga xohlagan garnirlarni qilsanglar bo'ladi. Men kartoshka fri qildim. Kartoshkalarni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, 5 minut suvda qaynatamiz. Qaynab chiqqandan keyin suvini to'kib, pripravalar solamiz. Paprika, tuz, murch, oregano va o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtiramiz. Pergament qog'oz solingan diskga taxlab chiqamiz va duxovkada pishirib olamiz. Pishganidan keyin ko'kat va chesnokni sepish esinglardan chiqmasin. 2 soat turib marinovka bo'lgan tovuqlarimizni diskga taxlab chiqamiz. Ustiga kunjutlardan sepib, yana ham sochniy suvli bo'lib chiqishi uchun sariyog' bo'laklaridan qo'yib chiqamiz. Duxovkada pishirib olamiz. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.